Yosh bolasi bor ota-onalar, diqqat qiling. Dovdirab qolmaysiz shunda. Bola kasal bo'lganda tana harorati ko'tariladi. Gohida tana harorati ko'tarilib, qancha dori bersangiz ham, nima qilsangiz ham tushmaydi. Qo'rqasiz, qaltiraysiz, voy-vohima qilasiz. Lekin arzimagan ikkita sabab bor. Birinchi sababi, tanada yetarli miqdorda suyuqlik bo'lmaganda. Bola kasal bo'lganda suv ichmay qo'yadi va siz ham erinib suv bermaysiz. Bola isitma qilyaptimi, dori berdingizmi, suv bering. Suv ichkisi kelmasa o'zi oddiygina shpris oling, shprisga suvni olib og'ziga tomchilatib qo'yib turing yoki ko'proqdan quying. Shpris bilan siz bir kunda 1,5-2 litr kamida suv bera olasiz bolani qiynamasdan. Suv tanaga tushgandan keyin tanani sovutadi. Buni erkaklar tushunadi, mashinaning motorida ham suv muhim narsa sovishida. Ikkinchi narsa, e'tibor qiling, bu jiddiyroq. Isitmalar ikki xil bo'ladi. Birinchisi qizil isitmalar nisbatan yaxshi sifati. Qizil isitmalarda butun tananing hamma joyi bir xilda qiziydi, tana qizaradi. Dori bersangiz tushadi, sifati yaxshi. Siz qiynaladigani ikkinchisi oq isitmalar nisbatan xavfli. Nimaga? Bolada kuchli qaltiroq, bolada karaxtlik paydo bo'ladi. Nima qilsangiz ham tushmaydi, dori bersangiz ham tushmaydi. Siz shundan qo'rqasiz. Buni tushirishda oddiy yo'li bor. Buni mexanizmini bilish kerak uning uchun. Oq isitmalarda e'tibor qiling, qo'l oyoqlari bolani muzlaydi. Oyoqlari ham muzlaydi. Tanasini mana bu qismi va bosh qismi qiziydi. Tana haroratini o'lchasangiz 39-40 chiqadi. Nima qilish kerak shu vaqtda bilasizmi? Oddiygina qo'l va oyoqni issiq vanna qilish kerak. O'shanda periferiyadagi qon tomirlar ochilib, markazlashgan qon pastga ketadi. O'shani o'zida yo'q tana harorati 1-1,5 gradus tushadi va doringiz ham ta'sir qilishni boshlaydi. Iltimos, ota-onalar, bu narsalar muhim. Siz doktor emasdirsiz, lekin siz doim doktorga chiqa olmaysiz, doim doktor bo'lmaydi. Mana shu narsalarga e'tibor qilish kerak. Oq isitma bo'lyaptimi, bola qaltiryaptimi, siraz oyoq qo'lini ushlang, muzlayaptimi, boshini ushlaysiz, qiziyaptimi, men aytgandek taktikani qiling. O'shanda boshiga nam sochib qo'yish kerak, tanasini namlab artish kerak. Tana harorati tushadi, ishoning. Chunki dori tushiradi. Endi siz yana shoshmasdan xayol joyi qo'yib ish qila olasiz. Bu muhim narsa, ko'pchilik e'tibor qilmaydi. Men iltimos qilaman. Shu videoni yosh bolasi borlarga jo'natinglar. Yosh bolasi borlarga emas, kim bo'lsa. Men video tarqalib ketish uchun emas, ozgina bo'lsa ham xalqning tibbiy bilimi yuksalishini xohlayman. Ya'ni dovdirab qolib, eksterniga borib olib, eksternda baqir-chaqir qilib, bolam o'lib qoladi, tana harorati ko'tarib ketyapti demasligi uchun. Bu sizga foydali, bu sizga manfaatli. Men niyat qildim shunaqa narsalarni, nozik temalarni xalqqa oddiy sodda qilib tushuntirishga imkon qadar harakat qilyapman. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.